puliga qiziqinglar, puli juda ham arzon narxda. Asakada, Niyozbotirda, Navoiy ko'chasida 7 sotikli uy istaganlar bormi? 10 xona ekan, ko'ringlar, yo'lni bo'yida joylashgan, mahalla ahil inoq ekan, ko'ringlar. Kirganimizda bu yerda 10 qo'lda ayvon bor ekan, ochiq ayvon. Xonalarni ko'rishinglar mumkin. Niyozbotirliklar bormi? Shu uyga qiziqqan, bu yerda hovuzlari bor ekan, o'zini. Polniy hozir uylarda obzor qilamiz. Uzumlar, agrotida anor, hamma narsa bor ekan, lekin puliga qiziqinglar, puli juda ham arzon narxda. Niyozbotirliklar o'zi biladi bu narxga arzonligini. Oxirida aytib o'taman. Bunaqa mevali daraxtlari bor ekan, mevalarni qaranglar, farzandlaringlar olib yeb, bir 10 tip bor ekan, anor. Kladovkalar ko'rishinglar mumkin. Kaptar boqasimi, tovuqmi, bu yerda hojatxona, hammom, mont qo'ysanglar, yashashga tayyor. Ko'p pol qilingan ekan, bemalol kirib yashashga tayyor, qishlasa bo'ladi. Uy egalarini nomerlarini pastda qoldiraman. Bemalol to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa maklerlarsiz o'ziga chiqib narxlarini kelishishinglar mumkin. Uy narxiga keladigan bo'lsak, 41 ming AQSh dollari deb aytishyapti, yana ozgina sunnatiga o'tish beradi. Bu katta yo'lni bo'yi, Farg'ona yo'li, shu yo'ldan kiriladi.